Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Nima? O'g'lingning esi joyidami o'zi? Baribir shu qizga uylanaman degani nimasi endi? Dasturxon yoniga o'tirishi bilan xotinidan eshitgan. Bu gapi unga xuddi chaqmoq urgandek ta'sir qildi. O'g'li kursdoshiga ko'ngil qo'yganini ancha avval eshitgan. Qizni rosa surishtirgandi. Xotini qarshilik qilmagan bo'lsa-da, qizning oilasi ham o'zi ham Shoyim akaga unchalik ma'qul bo'lmagandi. To'g'rirog'i qadrdon og'aynisi bilan o'zaro kelishib, xudo bo'lishga va'dalashib qo'yishgani uchun ham qildan qiyiq axtarib, kelinlikka nomzodni rad etdi. Jasur otasining noroziligini eshitib bir so'z ham aytmadi. Shuning uchun hali yoshda unutib yuboradi deb o'ylab yurgandi. Mana endi bu gap. U ishtahasi bo'g'ilib kosani nari surdi. Gulsara opa aybdorday boshini egib o'tirarkan, botinmaygina dedi. Dadasi, chamamda o'g'lingiz o'sha qizni qattiq sevadi-yu, qo'ying rozi bo'la qoling, uylansa uylansin. Shoyim aka battar tutoqib ketdi. O'zi asli seni esing joyida emas. Men Botirga va'da qilib qo'yganman. Nima unutdingmi? Botir aka tushungan odam. Yotig'i bilan aytsangiz yo'q demas axir. Ona yolvoruvchan ohangda gapida davom etdi. Siz bilmaysiz. Shu gap chiqqanidan beri Jasur kechalari uxlolmay to'lg'anib chiqadi. Tortgan. Ko'ngli o'ksimasin deyman-da. Erta bir kun ta'na qilib yurmasmikan? Bo'ldi bas. Shaft bilan uning gapini kesdi Shoyim aka. O'zi qani? Hali kelmadi. Amaliyotga chiqishgan-ku o'qishidan. Kasalxonada bo'lsa kerak. Ovqat tomog'idan o'tmadi. Indamay o'zining xonasiga kirib ketdi. Sevarmish. Ha, endi yoshlikda bo'ladi-da. O'zi ham yoshligida boshqa qizni yoqtirardi. Lekin otasi aytganiga uylandi. Mana, kam bo'lgani yo'q-ku. U chuqur uf tortib divanga o'tirdi. Beixtiyor yopirilib kelgan yoshlik xotiralari xayolini olis o'tmishga yetaklab ketdi. Talabalik davri, yoshligi, sanam muhabbati. Ha, u otasining ko'ngli uchun shunday qizdan voz kechdi. Uni zor yig'latib ketdi. Sanam Shoyimlardan bir kurs pastda o'qirdi. Sochlari uzun, jussasi kichkina bo'lsa-da, o'zi istarali, yoqimtoygina, yuzlarda kulgichi bor qiz edi. Avvaldan turli tadbirlarda birga boshlovchilik qilishgani uchunmi, o'zaro yaqin edilar. Shoyimlar bitiradigan yili paxtaga chiqishganida esa xullas chegaradan anchagina xatlab o'tishgan. Ammo uning ko'ngli to'q, chunki u qizga uylanaman deb qaror qilgandi. Sanam unga juda ishonardi. Shuning uchun yaqin munosabatlari paxtadan qaytishgach ham davom etaverdi. Axiyri otasining kutilmagan qarori uni esankiratib, nima qilishni bilmay yurgan kezlarida Sanam bir gap aytdi. Shoyim aka, men haligi bo'yimda bor shekilli. U bu xabarni eshitib battarroq gangib qoldi. Otasi bilib qolsa bormi? Eng yomoni Sanamga rostini aytish o'rniga uni aldadi. Sen qishlog'ingga ketaver. Men tez orada sovchi yuboraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qiz uning va'dasiga ishonib, tamoman xotirjam holda qishlog'iga jo'nadi. Shoyim otasiga hech narsani ayta olmadi, qo'rqdi. Ehtimol gaplashib ko'rganida u kishi rozi bo'larmidi? Bu orada u o'qishni bitirgan. Otasining yaqin jo'rasi o'zi ishlaydigan idoraga birdan bo'lim boshlig'i lavozimiga ishga olgandi. To'y ham tez o'tdi. Fotihadan so'ng 2 haftada o'tar o'tmas dang'illama to'y qilib, Gulsarani kelin qilib tushirib olishdi. U ishlari yurishayotganidan, yangi kuyovlikning izzat ikromli kunlaridan sarmast yurib, Sanamni unutib ham yubordi. Chamasi 6 oylardan keyin kursdoshi Sherzoddan u haqda eshitdi. Aytgancha, Sanam bor edi-ku, birga boshlovchilik qilardilaring. O'sha qizni kimdir yomon aldab ketibdi-da, haligiday yurishgan ekan. Homilador bo'lib qolibdi. Ota-onasi yuzimizni yerga qaratding deb uydan haydab yuborishibdi bechorani. Uning ko'z oldi qorong'ulashib ketdi. Bir so'z ayta olmay, gapning davomini kutib, o'rtog'ining og'ziga termildi. Sherzod uning bu holatini Sanamga qattiq achinayotganga yo'ydi. Sobir uni chekka tumanda ishlab yurganini ko'ribdi. Avvalgi Sanamdan asar ham yo'q emish. Odamlarga ishonmaydigan bo'lib qolibdi, deydi. O'zi aytib beribdi yig'lab.
Gap shu yerga kelganda yuragini vahima bosdi. Nahotki asl aybdor u ekanligini ham aytgan bo'lsa. Sherzod beparvo gapida davom etardi. Shuncha qistasam ham kimligini aytmadi, deydi Sobir. Shoim aka shuncha yillar ichida bu voqeani har eslaganida xuddi yuragida og'ir tosh borday his qilardi. 1-2 kun o'ylab yuradi-da, axiyri ey birortaga tegib, baxtini topib ketgandir allaqachon. Ko'zga yaqin qiz edi-yu, deb o'ziga tasalli bergan bo'ladi. Hozirgilar mahmadona. O'g'lining yoshida otasidan o'lgudek hayiqardi. Bir og'iz gap qaytara olmasdi. O'g'lim bo'lsa, yo'q menki, otamning so'zidan chiqmagan ekanman. O'g'lim uchun ham mening gapim qonun bo'lishi kerak. O'ylab oxiri shu qarorga keldi. Bir mahal tashqarida avval darvoza taraqlagani, u shoshib hovliga chiqdi. Yoqa vayron, yuzlari qizarib ketgan Jasur onasiga suyanib, chayqalganicha bir qadam bosib kelardi. Ota o'g'lini bu ahvolda birinchi marta ko'rayotgani uchun avvalga hayron bo'ldi. Keyin birdan g'azabga mindi. Bu nima yurish? Endi ichadigan hunar chiqardingmi xumpar? Jasurning shirakayf ko'zlari otasiga qadaldi. Ha, dedi zo'rg'a tili kalimaga kelib. Nima qilay bo'lmasa? U birdan oyisini qo'yib yuborib, hovli o'rtasida to'xtadi. Oyi, oyijon, ayting, men alamimdan ichib keldim bugun. Birinchi va oxirgi marta. Ertadan boshlab bu uyga qadam bosmayman. Salima bilan birga boshimni olib ketaman. Gulsara opa labini qattiq tishlab eriga qaradi. Shoim akaning g'azabi yana ham to'zib ketdi. O'zini tutolmay, qanday borib o'g'lining yuziga tarsaki tortib yuborganini o'zi ham sezmay qoldi. Hoy ahmoq, bitta qizni deb ota-onangdan kechasanmi? Voy sho'rim dadasi, qichqirib o'g'liga tashlandi ona. Jasur yuzini changallab o'tirib qoldi. Keyin yerga qaragan, kuyi emasligi tarqaganday astagina dona qilib dedi. Ha dadajon, ketaman. Chunki sizga o'xshab bir ojizani ishontirib qo'yib, keyin nomodlarcha tashlab ketolmayman. U birdan shaq bilan otasiga qaradi. Bildingizmi, men sizday bo'lolmayman. Shoim aka turgan yerida qotib qoldi. Hech narsaga tushunolmay, javdirab turgan xotinining savolomiz nigohini his etarkan, biror og'iz so'z ayta olmadi. Asta yurib ichkariga kirib ketdi. Ertasiga ertalab indamay ko'chaga otlandi. Yo'l bo'lsin, bugun dam olish kuni-ki, jur'atsizgina so'radi Gulsara opa. Botirnikiga onasi vaziyatni tushuntirgani ketyapman, deb chiqib ketdi Shoim aka.